Apple shu darajada o'zgarib ketdiki, oxirgi marta bunaqa katta o'zgarish bo'lganida hali Steve Jobs hayot edi. Tushunib turganingizdek, bugun sizlar bilan birgalikda iOS 26 taqdimoti haqida gaplashamiz. Xo'sh, u yerda nimalar bo'ldi? Apple bizga nimalar taqdim qildi? Nima hayratlanarli narsalar bo'ldi? Bugun hammasiga javob topamiz. O'rtoqlar, sizlar bu videoni ko'ryapsizlarmi? Demak, Apple gadjetlarini muxlissiz. Videoga like bosib qo'ying, izoh qoldiring va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Boshladik. Hammaga salom, bu Abdullajon o'rtoqlar. Apple har doimgidek o'zining yangiliklarini albatta o'z dizaynidan boshladi. Endilikda Apple'ning interfeysi shaffof shishasimon ko'rinishda bo'ladi. O'z masalaga yetadigan bo'lsam, Apple juda ham nozik qurilma. U qanaqadir yerga tushib ketsa ham sinib ketib qolishi mumkin. Uni o'shaning uchun ham har doim himoya chexolida ushlab yurishga majburmiz. Va endi Apple kompaniyasi bizani qo'rquvlarimizga qo'shimcha effekt berish maqsadida uni shaffof ko'rinishga keltiryapti. Qurilmadagi har bir ilovadan undagi harflargacha orqa fondagi surat bilan chatishib ketishi taxmin qilinyapti. U shu darajada shaffofki, hattoki sizdan qarz olib haligacha qaytarmayotgan do'stingizning qalbi ham uni oldida kir hisoblanadi. Deyib ketdimi? Unda qarzingni ber, nomard. Yo'q. Har safar yo'q bo'ladimi, nomard? O'zimni pulimni so'rayman, eshak. Ey, keldan beri qatiyman. 1000 kilometr bo'ldi probeshkalar. Labimiz qani? Erkak, labimiz qani? Kompaniya absolutni hamma narsani minimallashtirmoqchi desam ishonasizmi? Mana masalan, meni qo'limda o'zimning shaxsiy telefonim iPhone 14 Pro kamera bo'limiga kiradigan bo'lsam, shu yerda hammasi ko'rinib turadi. Video, foto, portret, panorama, xullas hammasi shunaqa bo'lib ko'rinib turadi. iOS 26 da esa hammasi aksincha bo'lishini ko'rsatishdi. Endilikda iOS 26 ni o'rnatganingizdan keyin hammasi faqatgina ikkita tugmacha orqali hal bo'ladi. Siz kameraga kirsangiz, mana shuncha bo'lim sizni kutib olmaydi va balki video va foto turadi xolos. Qolgan barcha bo'limlar o'z joyida, hech narsa yo'qotilgani yo'q yoki olib qo'yilgani yo'q. Hammasi kamera bo'limining maxsus menyusida bo'ladi. Bu ajoyib minimallashtirish. Xuddi shunaqa minimallashtirish qo'ng'iroqlar bo'limida ham kuzatilyapti. Siz eng ko'p qo'ng'iroq qilgan odamlar endi maxsus menyuda ko'rinib turadi. Lekin minimallashtirish haqidagi gap ketganda, uni moliyaviy tomondan ham o'ylab ko'rish kerak. Xo'sh, ichkaridagi menyular, dizaynlar hammasi minimallashyapti, lekin narx minimallashadimi? Menimcha, majlislar zalida yana nima g'oya qilamiz, balki narx ham minimallashtiramiz deydigan odam joyida ishdan bo'shatilsa kerak, ha? Xullas, bo'shsiz. Ariza yozing. Keta qoldan ko'ra. Aytgancha qo'ng'iroqlarda yana bitta alohida yangilik bor. Agarda siz qurilmangizga to'laqonli AI hamma joyini boshqarishiga ruxsat berib qo'ygan bo'lsangiz, endilikda siz eng ko'p qo'ng'iroq qilgan odamlarni kontaktidagi oxirgi suhbatlarni AI yozib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'sh, bu nimaga kerak? Siz kim bilan ko'p gaplashadigan bo'lsangiz, ana shu odam kontaktga kirganingizda oxirgi suhbatingizni shundoqqina eslatib qo'yish uchun deb taxmin qilishyapti. Lekin bu nima degani bilasizmi? Endi sizni suhbatingizni nafaqat devori narigi betidagi adres, balki Apple AI ham eshitib turadi. Bo'ydoqlar, ehtiyot bo'lamiz endi. Navbatdagi yangilik meni rostdan hayron qoldirdi. Apple buni qanaqa qilib uddaladi? To'g'risi shokdaman. Endi ana shu AI orqali Live Translation funksiyasi paydo bo'ldi. iOS 26 ni o'rnatganingizdan keyin endi siz har qanaqa odam bilan, har qanaqa dunyoni chekkasidagi odam bilan, har qanaqa tilda gaplashadigan bo'lsangiz, Apple AI maxsus tarjimonlik funksiyasi orqali sizni gapingizni live tarjima qilib ikkinchi odamga yetkazib bera oladi. Siz o'zbekistonliksiz va xitoylik odam bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum deydigan bo'lsangiz, o'sha o'zini tilida tarjima qilib beradi xullas. Bu degani siz endi bemalol Cristiano Ronaldoga qo'ng'iroq qilib, o'zbekcha gapirishingiz mumkin va unga portugalcha tilda yoki ispancha tilda albatta yetib boradi degani. What the is this? I don't know. Qurilmani foto bo'limi ham ancha-muncha o'zgarib ketdi o'rtoqlar. Buni qanaqa qilib qilishyapti, men hayronman to'g'risi. Lekin endilikda siz Apple qurilmasi orqali suratga olsangiz, nastroykalar orqali siz uni atroflarini yanada kengaytirishingiz va unga qo'shimcha chuqurlik berish imkoniyatiga egasiz. Gap shundaki, siz endi suratning atrofini qurilmaning o'zida to'ldira olasiz. Undagi chuqurlikni ham qurilmani o'zida shakllantirishingiz mumkin. Bu surati chiroyli chiqishini xohlagan odamlar uchun ideal yechim hisoblanadi. Xo'sh, yengillik faqat shulardan iboratmi? Yo'q. Foto bo'limida sizni lenta va kolleksiya nomli alohida bo'limchalar kutib turadi. Uning ichiga kirib bo'lsa, siz ancha chiroyli taxlangan surat va videolaringizni ko'rishingiz mumkin. Lenta bo'limida siz hamma video va fotolaringizni qachon va qayerda olinganligiga qarab ajratadi. Kolleksiya bo'limida esa odamlarning yuzi, chaqalog'ingiz yuzi, o'lgan mushugingiz yuziga qarab hamma rasmlar ajratilgan bo'ladi. Siz anchadan beri foydalanmay qo'ygan iMessenger ilovasida ham katta o'zgarishlar yuz berdi. Endilikda unda yozilgan xabarlarning fonini xuddi Telegramdagi kabi o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana orqamda hozir o'zgardi-yu fon. Mana
qilsangiz o'zgaradi. Bundoq qilsangiz ham o'zgarib qolaveradi. Endi bundoq qilsangiz ham o'zgartirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, xohlagan rasmingizni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari iMessenger orqali guruhlarda so'rovnoma o'tkazish imkoniyati ham paydo bo'ldi. Endi to'qqa chiqamizmi, bugun kech payt nima ovqat yeymiz degan so'rovnomalarni shundoqqina iMessenger orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bu ham xuddi Telegram kabi. Aslida yuqoridagi bu ikkita g'oyani qayerdan kelib chiqqanini anglash juda ham qiyin masala emas, chunki majlislar bo'lgan kelaylik biz iMessengerni fonini o'zgartiradigan qilaylik deyishgan. Ikkinchi odam turganda kelaylik so'rovnoma ham o'tkazish imkoniyatini beraylik deyishgan. Uchinchi odam turib endi kelaylik полностью Telegramni ko'chiramiz deyishganda bu odamni ham ishdan bo'shatib yuborishgan. Lekin bu hali hammasi emas o'rtoqlar. Ahamiyati jihatdan yuqoridagilardan birozgina past bo'lgan, lekin etilinishi kerak bo'lgan boshqa yangiliklar ham bor. Ulardan bittasi siz Apple AI orqali o'zingiz xohlagan emojini bir-biriga qo'shib yoki noldan yasay olasiz. Va endi Apple'ni o'zini upgrade qilingan yangi Game Center bo'ladi. Unda faqatgina o'yinlar bo'ladi va buni ommaviy axborot vositalaridagilar allaqachon Steamni ajali deb nomlashyapti. Xo'sh, ko'ramiz iOS 26 chiqqanda bu joyda nima o'zgarishlar bo'ladi. Chunki Etitsda ham katta ajali bu prям zo'r ilova bo'ladi, chotki bo'ladi deyishdi. Bo'lmasa hozir undan hech kim foydalanayotgani yo'q. O'shaning uchun ham ozgina kutish kerak. Va yana bitta yoqimli o'zgarish Apple Musicda endilikda matnni tarjima qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu narsani men nimaga alohida yuqoridagi yangiliklarga o'xshab alohida e'tirof etmadim, chunki O'zbekistonda o'zi Apple Musicdan foydalanadiganlar soni juda ham kam. Juda kam, asosan boshqa ilovadan foydalanishadi. Agarda soqasini berishganda men Yandex Musicdan foydalaninglar deb sizlarga ham aytib ketgan bo'lardim, lekin berishmadi, o'shaning uchun ham Yandex Musicni men reklama qila olmayman. Xo'sh, mana endi eng asosiy savol. iOS 26 iPhone'ga qachon keladi? 25-sentyabr kuni hamma joyda e'lon qilinadi deb aytishyapti, lekin buni baribir farq ko'rsatadi. O'zgarib qolishi mumkin yoki dizaynlar borasida birozgina kechikishlar yuz berishi mumkin, balki voqeaga chiqib qolish imkoniyati ham bor. Va yakunda iOS 26 ni qaysi qurilmalarga to'g'ri kelishini sizlarga surat ko'rinishida yetkazamiz va ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Bir so'z bilan aytganda, bu ko'rsatuvimiz orqali siz Apple qurilmasi qay darajada eskirib ketishini yana bir bor tushunib yetdingiz. Yangi Apple qurilmalarini xohlasangiz, bemalol Smart Life do'konlariga kelishingiz mumkin. Smart Life har doim sizlarga aqlli tanlov qilishda yordam beradi. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha do'stlar va salomat bo'linglar.